Assalomu alaykum. Xormanglar yaxshimisizlar? Salomatliklar yaxshimi? Hop, biz bu darsimizda reklama maqsadlari haqida gaplashamiz. Biz bundan oldingi darsimizda auditoriyalar haqida gaplashgandik. Hop, bu reklama maqsadi nima? Reklama maqsadi bu juda muhim reklama o'qishda. Ya'ni oddiy qilib tushuntiraman, siz savdogarsiz, ma'lum bir mahsulot sotasiz va siz nima orqali sotmoqchisiz mahsulotingizni? Telefon qilishlarini xohlayapsizmi? Sizga SMS yorishlarini xohlayapsizmi? Yoki sizga o'z ma'lumotini qoldirishsa, siz telefon qilib sotishni xohlayapsizmi? O'shani siz maqsadni ko'rsatib o'tishingiz kerak. Ya'ni reklama o'qiyotganingizda shu maqsadlardan bittasini tanlab, Facebookka tushuntirib berishingiz kerak. Mani maqsadim reklama o'qishdan mana shu. Menga shunaqa natija qilib ber deb aytishingiz kerak. Xo'p, Facebookdagi maqsadlar soni bu 6 xil. Ya'ni o'zida 6 xil maqsad bor. 6 xil maqsad uchun ishlaydi. Xo'p, birinchisi aytaman uznavayность. Bu nima? Uznavayность maqsadi bu kiramiz. Tanlaymiz uznavayность. Kirganimizda uznavayность maqsadi orqali biz SMS yozishlarini bizga o'z ma'lumotini qoldirishini yoki qanaqadir aktivniy harakatlarni kutmaymiz. Bu yerda faqat reklamamizni Facebook ko'proq odamga ko'rsatishi mumkin yoki bitta odamga ko'p marotaba ko'rsatib berishi mumkin yoki videomizni kamida 15 sekundini ko'rishi mumkin yoki to'xtamasdan 2 sekundini ko'radigan odamlar, o'tkazmasdan hattoki 2 sekundini ko'radigan odamlarga reklamangizni ko'rsatib beradi va odamlardan qanaqadir harakat kutish bu yerda yo'q. Faqat shu reklamangizni ommaviy ko'rsatib beradi. Reklama bannerlariga o'xshab siz reklamangiz ketadi, lekin u yerda hech qanaqa knopka bosilmaydi. Bosilishi ham juda ham kam marotaba bosilishi mumkin. Shunga bu maqsadda siz faqat brend tanitish uchun yoki auditoriyani qizdirish uchun ishlatsangiz bo'ladi. Bunda hech qanaqa sotuv uchun mo'ljallangan maqsad emas. Faqat shu sotuv oldidan auditoriyani qizdirish uchun mo'ljallangan maqsad. Xo'p, bizning ikkinchi maqsadimiz bu trafik maqsadi. Trafik maqsadi nima? Trafik maqsadida oddiy qilib aytaman, A nuqtadan B nuqtaga mijozni olib o'tish. Ya'ni siz reklama berdingiz, reklamangiz chiqdi, mijoz reklamasida va knopkani bosganda sizni veb-saytingizga o'tib ketishi mumkin. U knopkani bosib sizni Telegram kanalingizga, guruhingizga o'tishi mumkin. Yoki buni tanlasak, bitta narsani ayting, reklama maqsadini tanlagandan konversiya bor. Ya'ni konversiya nima hodisa bo'lsin u yerda, qanaqa konversiya bo'lsin deganda siz har xil konversiyalarni tanlashingiz mumkin. Mana trafik davomimiz A nuqtadan B nuqtaga olib o'tish. Endi A nuqta reklama ko'rinish joyi, B nuqta qayerda bo'lsinligini aytib beryapsiz. Veb-sayt, Telegram kanal, guruh bo'lishi mumkin. WhatsApp, Messenger, Instagram Direct bo'lsa, oddiy Messengerga o'tib ketishi mumkin. Yoki Instagram yoki Facebook akkauntimizga o'tishi mumkin yoki bizga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Ya'ni trafik maqsadida biz mijozni, ya'ni bizning reklamani ko'rayotgan odamni knopkani bostirib, shu tepada aytgan joylarimizga o'tkazishimiz mumkin. Vовлеченность. Sizlar oddiy qilib tushuntiraman, asosan SMS olish maqsadida reklama yoqsanglar, mana shu yerdan yoqasizlar. Ya'ni vовлеченность maqsadi orqali, misol uchun место назначения для сообщения qilsanglar, sizlar ko'proq сообщение olishingiz mumkin yoki telefon qo'ng'iroqlar yoki bo'lishi mumkin. Sizni postlaringizni aktivini ko'tarish kerak bo'lsa, mana vash объявление qilib, bu yerdan prosmotrlarni oshirishingiz mumkin. O'zingizni postlaringizga like, kommentariyalar ko'paytirishingiz mumkin. Xo'p, bu vовлеченность maqsadi. Lead bu eng ommabop maqsadlardan bittasi. Bu qanaqa desanglar, bu siz reklama berasiz, knopkani bosganda mijoz o'z ma'lumotlarini sizga qoldirish maqsadi. Ya'ni mijoz sizga telefon raqami, ismi, familiyasi yoki o'z ma'lumotlarini qoldiradi. Leadlarni ham olish har xil turi bor. Sayt orqali olish mumkin, mental formula orqali olish mumkin yoki WhatsApp orqali ham olish mumkin. Shuning uchun bitta o'zi ko'proq foydalanamiz va keyingi darslarda lead maqsadi uchun reklama yoqishni ko'rsatib berganman. O'tdan kirib lead maqsadida reklama yoqishni ko'rib, lead maqsadida ham ishlatsanglar bo'ladi.
Xo'p, keyingi maqsadimiz продвижение приложения, ya'ni bu yerda biza asosan bir ilovamiz bor, ya'ni oddiy uzun ilovasi bor. Siz shu uzunni Facebook, Instagram orqali reklama qilib, ko'proq yuklab olishlar va yuklab olgan odamlarga ishlatishlari uchun qanaqa reklama yoqsangiz bo'ladi. Xo'p, bundan keyingisi продажи. Продажи orqali biz veb-saytimiz orqali savdolarni amalga oshirish mumkin. Messenjerlar orqali, qo'ng'iroq yoki sayt va qo'ng'iroqlar orqali amalga oshirish mumkin. Oddiy tushuntiraman. Veb-saytimiz bor va veb-saytimizga kirgan foydalanuvchilarga sotishimiz kerak bo'ladi. Shunda biz продажи maqsadidan foydalanganimiz ma'qul. Bu ham piksel orqali ishlaydi. Ya'ni piksel deganimizda veb-saytni ko'zi bo'ladi. Ya'ni veb-saytda kim nima qilyapti hammasini ko'rib turishimiz imkoni bor. Shunga reklama maqsadlari shu. Endi shu maqsadlarda keyingi darslarda reklamani qanaqa yoqamiz, to'g'ri nastroyga qilishni ko'rib chiqamiz. Bu shunchaki tanishtiruv, ya'ni nima maqsad, nima qilib berishini tushuntirib berdim. Sizlarni keyingi darsda reklama maqsadlarida qanaqa yoqib, qanaqa ishlatishda kutib qolaman. Rahmat hammalarga. Va oxirgisi reklama maqsadlari haqida nazariy prezentatsiyani videoni tagidan olsangiz bo'ladi. Ссылкani qo'yib qo'ydim.